Bankirlar fuqaroning omonatga qo'ygan 500 ming AQSh dollarini o'zlashtirib yubordi. Toshkent shahrining Uchtepa tumanida yirik miqdordagi mablag' o'zlashtirilishi bilan bog'liq shov-shuvli holat fosh etildi. Tijorat bankining mas'ul shaxslari fuqaro tomonidan omonatga qo'yilgan 500 ming AQSh dollarini soxta hujjatlar tayyorlash orqali qo'lga kiritib, o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilganliklari aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 167-moddasi o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish va 228-moddasi hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalar tayyorlash, ularni qalbakilashtirish, sotish yoki ulardan foydalanish bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi va hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Afsuski, bank tizimidagi bunday holatlar birinchi marta sodir bo'lmayapti. Masalan, 2026-yilning fevral oyida Toshkentda bank xodimi o'zganing 120 ming dollarini qimorga tikib yuborgani aniqlangandi. So'nggi yangiliklarni kuzatib borish uchun Anhor.uzning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalariga obuna bo'ling.